birinchi fatvo bergan kishi bu payg'ambarimiz alayhissalom ekanligi haqida bilib oldik. Endi kimlar fatvo berishga o'zi haqli dinimizda? Demak, fatvo berishga loyiq insonlarni ikki toifaga bo'lishimiz mumkin. Mujtahidlar va naql qiluvchilar deymiz. Mujtahid degani u shu darajada yuksak layoqatga, ilmga ega bo'lgan kishi bo'ladiki, Qur'on ilmlari, bu juda katta ma'no qamrab oladi ilmlarni, hadis ilmlari, ya'ni Qur'oni Karimning hukmlarini o'rganish, hadisdagi hukmlarni o'rganish va qiyos, o'sha masalalarni bir-biriga solishtirish qobiliyatiga ega bo'lgan olimlarni mujtahid olimlar deydi. Misol uchun mana mazhab boshliqlari mujtahid olimlar bo'lgan. Ular o'sha Qur'oni Karim, hadis sharifdagi hukmlarni o'rganib, unda yo'q boshqa masalalarga javob topa olishgan. O'sha darajadagi olimlar birinchi navbatda ular fatvolarini berishgan, kitoblarda bitilgan, qolgan bizgacha yetib kelyapti u fatvolar. Endi ikkinchi toifa fatvo beruvchi kishilar bo'ladi, bular naql qiluvchilar deyiladi. Ya'ni o'sha kitoblarda yozilgan ma'lumotlarni yetkazib beradi. O'zi yangitdan ijtihod qilmaydi, o'zi ijtihod darajasiga yetmagan, boyaga aytgan ilmlarni to'liq egallolmagan, lekin o'sha mujtahid ulamolar yozgan kitoblarni o'qigan, tushungan, anglagan va o'sha masalaga to'g'ri masalani o'shanga tushirib, holatga tushirib javob bera oladigan odamlar hisoblanadi. Naql qiluvchilar deymiz. Ular ham ularga shartlar qo'yiladi, to'g'ri naql qilish kerak. To'g'ri, ya'ni o'sha ma'lumotni to'g'ri yetkaza olish kerak. Va mo'tabar kitoblardan naql qilish kerak. E'tiborli bo'lgan, hamma tan olgan, mazhabimizda misol uchun e'tiborli bo'lgan kitoblardan va o'sha mo'tabar kitoblardagi ham fatvo berilgan eng kuchli, hamma qabul qilgan so'zlarni, fatvolarni yetkazish kerak. Shu shartlar qo'yiladi. Demak, fatvoga loyiq bo'lgan, fatvo berishga loyiq bo'lgan insonlar bu ijtihod darajasiga yetgan kishilar va endi hozir ulamolar ijtihod eshigi yopildi deydi. Bu ishni hozirgi paytda yakka shaxslar emas, jamoalar bajaryapti. Uyushmalar, fatvo uyushmalari dunyo bo'yicha O'zbekistondagi O'zbekiston musulmonlari idorasidagi fatvo markazida jamoasi ham shunday jamoalardan bittasi hisoblanadi. Va yana ikkinchi toifa boya aytganimizda naql qiluvchilar. Ular o'sha kitoblarda bor, bizga aytib ketilgan, avval aytib ketilgan fatvolarni bizga yetkazadi. Savol so'ragan kishiga o'sha fatvoni yetkazadi. U ham bir mahorat, o'zi bo'lmaydi. Uni ham o'shani to'g'ri yetkaza olish kerak. Mo'tabar kitoblardan yetkazib olish kerak. Shu mo'tabar kitoblardagi ham to'g'ri so'zlarni, sahih so'zlarni, fatvo berilgan so'zlarni yetkazish kerak. Mana shu ikki toifa, umuman olganda ikki toifaga bo'linadi. Mana shu ikki toifa fatvo berishga haqli. Demak, mujtahid bo'lmasa yoki naql qilishni shartlarini bajara olmaydigan odam fatvo bera olmaydi. Fatvo bersa xato qiladi, adashadi tabiiyki.